Mana bu 200 so'mlik miq. Inshaalloh men buni qiyomat kuni Alloh taolodan ajrini katta qilib olaman. Nimaga so'rab olaman hisobini? Chunki Xudoning Qur'onda va'dalari ko'p. Faman ya'mal misqola zarratin xayron yara. Kim misqol zarracha yaxshilik qilsa qiyomat kuni albatta oladi. Do'stlar, kelishaylik. Pulingiz bormi? 5000 so'm tushirsangiz ham qancha miq beradi yoki qancha material beradi. Inshaalloh bu uy buzilib, tamom bo'lib ketgungacha savob yoziladi, sadaqa joriya. Buni ichida qancha ibodat qilishadi, qancha yashashadi. Hisobi yo'q buni, kalkulyator. Alloh taolo beraman desa, kalkulyator ojizlik qiladi. Yoki bo'lmasa mana shu videoga bitta like bosib qo'yasizmi? Buni ham qiyomat kunida savobini olasiz. Yoki komment yozib qo'yasizmi? Savob olasiz. Story sizga olib chiqarasizmi? Savob olasiz. 15-20 ta do'stlaringizga jo'natalasizmi? Savobga to'lib ketasiz do'stlar. Instagramda o'tirib, yaxshi ishlarga sherik bo'lib, hamroh bo'lib, pul tushirmasa ham mana shunday videolarga like, komment yozib ham inson savob yig'ishi mumkin. Yoki ehsoningiz bormi? 15 ming, 20 ming pulingiz bormi? Tushirishlik bilan, 5 ming so'm tushirishlik bilan ham jannatga kirsa bo'ladi do'stlar. Lekin harakat qilish kerak, joyini topish kerak. Do'stlar, kelinglar. Mana shu uyni bir xonasini bo'lsa ham tez kunlarda bitiraylik. Havo yomg'irli mavsumi kelyapti. Yomg'ir yog'adigan bo'lsa hamma uylarimiz birdaniga yog'ib ketadi. Chunki xom g'ishta bo'lyapti.